Manchester City. Real Madrid. Bugun исторический o'yin bo'ladi. Men Zuhriddin bilan yana sporlashmoqchiman. Ushbu sporimiz quyidagicha. Agarda Manchester City g'alaba qozonsa, men buni tikka turgan holda sochini olaman. Agar eslichi men Real yutadi, to'g'ri, men Manchester Cityda faqat Abduqodir Husanovga fanatlik qilaman, lekin Real baribir Realda. Bugun sochini oladigan odam men bo'lmayman degan. Kim bo'ladi? Siz bo'lasiz. Shundoq kal gapiram. Raislarim, bugungi o'yinda ko'ramiz. Unda Manchester City va Real Madrid o'yinini agar Real Madrid yutkazib qo'ysa, keyingi videorolikda Raisboy Zuhriddinning sochini kalga olayotganini ko'rasizlar. Davay 100 mingta like va bugun biz Real bilan Manchester City o'yinini birgalikda ko'ramiz. Prognozinglarni yozib ketinglar. Kim kal bo'ladi? Точный счет topgan obunachimga bitta iPhone mendan. Bundan ekan.